Men bir kun yo'qolib qoldi. Ha, men hattoki oyim bilan dadamni qachon birga ko'rganimni ham eslay olmayman. Kvartiramizda bir inson bor edi. U har doim uyiga toshlarni tashirdi. Ha, faqatgina toshlarni. U avvaliga oddiy va mayda toshlarni tashiyar edi. Hozir esa biroz kattaroq toshlarni tashishni boshlagan edi. Uni hamma yomon ko'rar edi, ya'ni undan shikoyat qilishardi, lekin aytishga biroz qo'rqishar edi. U oddiy bir robotnik edi, lekin juda shubhali va og'zida doim nimalardir murkafshanib turadigan edi. Men u bilan liftda ko'rishib qolgandim. U menga biroz kulgili qaradi va biroz kuldi. Uning qo'lida odatdagidek toshlar bor edi va u menga qarab, "Meni uyimga bor, birga o'tiramiz, ichamiz, spagetti yeymiz va birga ajoyib tushlik qilamiz. Menga bir o'zim turish mening uchun juda ham zerikarli" dedi. Avvalga borish uchun biroz qo'rqdim, lekin keyin qiziqdim. Balki bu toshlarni nima qilishni menga aytib berar degan ma'noda men rozi bo'ldim. Norozilik ohangida albatta. Kechasi esa men borib uning eshigini taqillatdim. Ochildi, lekin ichkaridan qariyaning ovozi keldi. "Kirishing mumkin. Oyoq kiyiming bilan kiraver, baribir pol artilmaydi." Men kvartiraga kirdim. Oyoqlarimga bir narsalar tegdi. Qorong'i edi, lekin bular toshlarga o'xshardi. Ular hamma joyda bor edi. U to'g'rida tik turardi va u toshlarning ustida turardi. Toshlar esa uni hatto asabiylashtirmasdi ham. "Kel, o'tir, hozir tushlik tayyor bo'ladi", dedi Nikolay Ivanovich. Men asta-sekin o'tirdim. Atrofga biroz tikildim. Atrofning sharoiti juda yomon edi. Chiroq esa juda g'alati ko'rinar edi. Va men savol berishni boshladim. Aytgancha uning ko'rinishi ham biroz g'alati edi. U ancha to'lishgandi. Qorni anchayin semirib qolgandi. Qo'llari esa o'sha odatdagidek edi. U skоворodkada ovqat pishirardi. Men savol berishni boshladim. "Nataliya Petrovna qayerda?" U esa ovqat pishirayotganda menga biroz qarab qo'ydi va gap boshladi. U ketdi. Men so'radim, "Qayerga ketdi?" U shunchaki ketganini aytdi. Unga toshlar xalal berayotganmish. "Toshlar, tushunyapsanmi? Toshlar", dedi menga va ovqatni suzishni boshladi. "Qani, ovqatni yeysanmi? U juda shirin va mazali. Qani bo'la qol, ol, tatib ko'r." Ovqat haqiqatan juda shirin ko'rinardi. Kartoshka va ketchupda qovurilgan shirin kartoshkachalarga o'xshardi. Men qo'limga sanchiqni oldim va uni tatib ko'rishga harakat qildim, lekin o'xshamasdi. U juda qattiq edi. Har gal u qo'limdan sirg'anib chiqib ketaverardi. Men bundan g'azablandim. Shunda u menga norozi ohangda dedi, "Nima qilyapsan? Qo'ling bilan ol." Men asta-sekin qo'lim bilan oldim va og'zimga soldim. Men yeyishni boshladim, lekin bu tomatning sousi edi va yana nimadir. Men qattiq tishimni sindirib olay dedim. "Bu tosh edi. Siz mening ustimdan kulyapsizmi? Bu qandaydir toshlar-ku", dedim men unga qarab. U menga biroz tikilib turdi va darhol kulishni boshladi. "Nima? Hazillashyapsanmi? Bu juda mazali va shirin", degan ohangda kuldi. "Bo'la qol, tatib ko'r. Bu juda shirin va mazali. Istaysanmi yana ko'proq yeyishni?" Men uning og'zini o'shanda ko'rdim va qornini ham. Qorni toshlarga to'lib toshgan edi. U juda ko'p toshlarni yegan edi. Qo'liga yana bir hovuch tosh oldi va og'ziga solib chaynashni boshladi. Bu juda jirkanch holat edi. U haqiqatan ham toshlarni chaynar edi. Ha, toshlarni. U hali ham chaynashda davom etardi. Chaynab, toshlarni yutaverardi. Men darhol stoldan turib ketdim. Men juda qo'rqdim. Orqaga sarildim va orqa tomonga yurdim. Orqada bir eshik bor edi. Men unga tayangandim va yerga yiqilib ketdim. Yerga yiqilib orqa sudralishni boshladim. Shu payt men stolga yoki bir tumbachaga urilib ketdim. Tumbaga qaraganimda u yerda bir ayol o'tirardi. Ha, g'alati ayol. Bu o'sha edi, Nikolay Petrovna. Men hayron qoldim va qo'rqib ketdim. Uning yuzlarini sochlari yopib turgan edi. Uning og'zi katta ochiq edi va og'ziga toshlar to'ldirgan edi. Eng dahshatli vaziyat undan ham battar edi. Men unga qarab qotib turar ekanman. Men hayron qoldim. Eng jirkanchi esa u hali ham tirik edi. Uning ko'zlari qimirlardi va menga qarab turardi. Shu payt koridordan o'sha erkakning dahshatli ovozi, dahshatli kulgisi kelardi. Men turdim va tashqariga chiqishga muvaffaq bo'ldim. Tashqariga qarab qochdim va tezda politsiyaga murojaat qildim. Politsiya tez orada yetib kelishdi va uni hibsga olishdi. Bu juda dahshatli voqea edi.